Hop, propanda yurgan akalarimiz bitta hozir yana qiziqarli eksperiment o'tkazamiz. 48 litrli balon. Uni ichiga suv quyib tekshirib ko'ramiz. Qani necha litr suv olarkan video davomida bilib olasizlar. Bu yerda 10 litrdan 4 ta idishda suv qo'yganmiz. Onda 1 litrlikdan 8 ta ichimlik yaroqsiz suv. Hop, shuni quyib video davomida tekshirib ko'ramiz. Balonimiz ichi pustoy, hech nima yo'q. Quyishni boshlaymiz. Ketdik. 10 litrdan 20 litr ketdi. Hamma qiziq bo'lsa kerak menimcha. Yigirma litr ketdi. Aradan yana 20 litr. Sakkiz litrli balonimiz yana 40 litr suv ketdi. Qo'shilgandan keyin yana 1 litr. 3 litr. 40 litr suv ketyapti. Qirq litr, 6 litr suv ketyapti. Bitta qo'y. Bu 47-si. Qo'y. Bu 48-si. Bu degani 48 litrli balonimiz mana hamma suvlarni quydi. 48 litrda to'lmadi. Yana 2 litr oladi. Simidan bo'ldi. Bu yana 2 litr oladi degani. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada sizlar balonlarni qancha litr gaz oladi yozib qoldiringlar.